Bir görüşdə özünə cəlb edən göynəklərimizdən biri aynan göynəkimiz buladı. Haqiqiy Dubay mahsulat orijinal narsa buladı. Yenglərinə alohida e'tibor berib o'tamiz. Yenglari shuning gengisamon, qo'llarida shuning manjetlar qo'yib o'tilgan. Yengində ikki qator shuning qosh ham qo'yib o'tilgan. Ko'rsangizlar bo'ladi. Qoshlari haqiqiy Swarovski qosh bo'ladi. Chunki haqiqiy original narsada doimo qimmat narsalar ishlatiladi. Shu yaqalardan bir qator ko'rib o'tsangizlar bo'ladi. Shuning 3 qator как sepchka deb bo'yinlarini aylantirib o'tirilgan. Orqalari shunday однотонный ko'rinishda bo'ladi. Skromli narsa, ortiqcha boshqa yerlarda dosh-boshlari yo'q, lekin aynan ish o'rinda ko'proq atib dosh qo'yib o'tilgan. O'roqlari zich atib, keyin bu qoshi o'zina tikilgan, ya'ni rushna rabota bo'ladi bu narsa. Zakonniy, sifatli narsa, oralarida shuning kattaroq atib tomchisimon qoshlar ham qo'yib o'tilgan. Bu göynəklərimizni Balshimer hamda Monomer lazmalarini 322-magazinlarimizdan topsanızlar bo'ladi. 2 xil rasvetkada do'konlarimizda sotuvda mavjud. Keyingi rasvetkasi qora rasvetka bo'ladi. Qora rasvetkasini ham alohida e'tibor bermasangizlar bo'lmaydi. Haqiqiy sifatli narsa gaymandan klientlarimiz uchun Rasenter bozori 322-magazinimizda sizlar uchun ekkak qo'yganmiz. Narxlari kelishilgan narxlarda beriladi. Do'konlarimizga bemalol tashrif buyursangizlar bo'ladi.